Hurmatli kuzatuvchilar, biz Toshkent viloyatidamiz. Iceberg ekish texnologiyasi yangicha usul va sifatli usul haqida Akmal akamdan ikki og'iz eshitsak. Akmal aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormang, xurmonga baraka. Charchamayapsizmi? Rahmat. Akmal aka, mana shu Iceberg ekkan sxemangiz yutug'i va kamchiligi haqida kelasi dehqonlarga ekayotganda qanaqa eksa ularga ko'proq foyda kelishi haqida ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum qadrli dehqonlar, muxlislar, nima deydi uni? Obunachilar. Buni endi Iceberg karomda birinchi marta ekdik. Ice bozor bu. Ice bozor. Singenta firmani Ice bozor sorti. Menga yoqqanligi erta pishar. 55-57 kunda uzdik. 8-9 mart oylarida ekkan bo'lsak, mana 13-moyda turibmiz. Uje pishganiga 5-6 kun bo'ldi, 10 kun ham bo'lib qoldi, lekin teryapmiz mana tala maydonimizdan ancha terib yarimidan o'tib qoldik. Xo'p, buni ekish sxemasi birinchi 70 ga traktorda agat olib, ustini tekslab, 60-70 sotikka ketadigan ko'chat sonini 30 sotikka tiqdik. Sababi kapilli sistema bo'lgandan keyin ko'chat sonidan ham, yer sonidan ham yutdik biz. Orasini yaqinroq ekdik. Endi kamchiligini aytadigan bo'lsam, hozir biz amallab chopib, mayda ketmonlarda chopdik-ku. Endi bu safar buni повторni yana qaytadan ekyapmiz. Xudo xolasa, buni tugashiga yerlarni tayyorlab, dorilab, yana qaytadan shu sortdan ekamiz. 90 ga mendan keyingi dehqonlar adashmaylar. Men maslahatim, hammamiz dehqonmiz, hammamiz qilsa bo'ladigan narsa. 90 ga agat olinglar. Shu qo'sh qator qilib, ikki qator olib, bir qator kapini tortib eksanglar bo'laveradi. 90 ga ekinglar deganim sababi chopa olasizlar, kultivatsiya qila olasizlar. Yonida. Misol uchun hozir 70 ham yomon emas. Bahor oyida havo salqin, yaxshi yurdi. Endi issiqda bilasizlar, ekkandan keyin o't chiqadi. Tezda karomiylar o't qoplab qolishi mumkin. Chopa olmaysizlar. 90 agatni ustini tekslab, xuddi qo'sh qator qilib eksanglar, bir qator kapilni tashab. Unda bemalol chopib ham, o'toq ham qilib bemalol yurasizlar. Adashmasam, shu yo 1000 ta yo 2000 ta ko'chat soni kam ketadi. Xuddi hozir mana 20 ming ta 30 sotikka ekkan bo'lsam, 18 ming ta ekarman. 2000 ta hech narsa farq qilmaydi. Zato yutug'imiz ko'chat sonidan ham yutyapmiz, shunda ham. Sifatli moli, undan ham sifatli bo'ladi. Bo'lamiz. Sifatiga. Sababi begona o'tdan himoya qila olamiz. Endi bunga mucha tortib bo'lmaydi, deyapti ustoz. Shu chopiq masalasida shuning uchun 90 agatga maslahat beraman. Endi kapilni necha santimetrda teshikligida olishligi kerak? 15 santimetr. Keyingi shaxmat usulda ekish kerak. Shaxmat usulda ekish kerak. Bu usul yutug'i ekinda chirish bo'lmas ekan. Sizlarning xulosanglar. Balandligi mana bu baland-ku 70 ga olingan, shuni ham tirmalab teksladik-ku biz. Sal yotiq bo'ldi, oysimon bo'ldi, yotdi. 90 agat oladigan bo'lsa, yana ham balandroq bo'ladi. Kapilni qo'yadi, mana ikki yoni soy bo'ladi mana. Terilgan-ku, mana namuni olib bering. Mana bu terilgan. Yulonmiz mana. Mana bu 70 ta tekslaganmiz. Shaxmat usulda 30 ga ekkanmiz. Bitta bu yoqqa, mana bitta bu yoqqa. Mana bitta bu yoqqa 30 usulda ekib ketganmiz. 30 santimetr ko'chatni orasi. Mana qaraymiz. Kapilida har 15 santimetrda tomchidan suv tomyapti-da, nam pastga oysimonga qarab ketyapti. Lekin bariglari bilan nam ushlab turibdi, bu yaqin ekilgan hisobida ham. Nam bir joyda turmayapti, soy tomonga qarab oqyapti, tortib ketyapti. Unda umuman chirish degan narsa bo'lmaydi. Tushunarli. Chunki chirish nimadan? Bir joyda namlik ushlanib qolgandan, yer notekslikdan, havo aylanmagandan, oqova suv doim turib, havo issiq qizib qolgandan, buni dehqonlar o'zi yaxshi biladi, ko'pchiligi. Ko'pchilik biladi. Bo'ldi, rahmat Akmal aka, ma'lumotlaringiz uchun. Xurmonga barakasini bersin. Urug'da olib kirgan firmaga ham kattakon rahmat. Alloh ishlariga hammasini barakot tilaymiz. Rahmat sizga.